Xo'sh. Xonanda Xo'sh. Kenjahon Sherqo'ziyeva. Marhamat. Marhamat. Sizdan yo'lalardim qo'rqaman donamdan. Telefonda gaplashsam chiqolmayman xonamdan. Kulib kulib qizlarni jonini olasizda. Hamma qizga suykalibman, siz ham qolasizda. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Ishonmayman deyman, romantikni bo'lasiz. Men uchun she'rlar o'qib hayolimni olasiz. Qo'ng'iroq qilay desam erkalanib ketasiz. Bitta meni desangiz bir kun menga yetasiz. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Sizdan yo'lalardim qo'rqaman donamdan. Telefonda gaplashsam chiqolmayman xonamdan. Kulib kulib qizlarni jonini olasizda. Hamma qizga suykalibman, siz ham qolasizda. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Qizg'onaman qizlardan, yog'igona ko'zlardan. Yuragim erib ketdi shiringina so'zlardan. Dilshod aka rahmat. Ofarin. Gullar uchun. Marhamat. Kostyumimga pasivet. Marhamat. Assalomu alaykum jentelmenlar. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kenjahonni Shirchoyga taklif qilganligingiz uchun alohida rahmat. Endi men bu Muxlislarimiz. haqiqiy haligi tillarni berardim-ku, lekin bu tillarning egasi bor ekan. Keling, marhamat. Kenjahon marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum Bugun assalom. Keling, Keling, bu yoqqa. charchamayapsizlarmi? Va gulim mana shu yerda tursin endi. Ha. Dilshod akam berishgan Chekkaga gullardan o'tirib salom. qoldi, bu yoqqa keling. Assalomu alaykum. Ustozlarning keling. oldidan men bor uzr o'tib ketib qoldim. Shifokorimizga yana savol tug'ildi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Harakatlaringizga gap yo'q, ko'z tegmasin. Allah razı Shifokorimizga savol tug'iladi. Men ham shunaqa harakat qilishim mumkinmi sizning ignalaringiz yordamida? Mumkin. Ha? Mumkin. Mumkin. Faqatgina Rahmat. taxminan bir ikkita yo uchta protsedura ketadi unga. Ana. Nega? Chunki paylar, mushaklar qotib qolgan, yopishib qolgan joylar bor. Ha. Linalarda qo'yish kerak. Unda sekin ochiladi, lekin mumkin. Maxsus yoshartiradigan nuqtalar bor. Ana. Xitoyda qarilik 90 dan boshlanadi. Qarilik 90 dan boshlanadi. Ya'ni 90 gacha kasalliklarni davolasa bo'ladi deydi. Ana. O'shaning uchun ularni mana tizzada barmog'imizni qo'yganimizda 4-barmoq aynan shu yoshartiradigan nuqtaga keladi. 50 dan keyin 50 yoshdan keyin xitoyliklar mana shu nuqtani o'tirib, uyda bo'sh bo'linib massaj qiladi. Chuqurcha bor o'zi mana aynan mana shu joyda.
aynan shu joyini massaj qilib o'tirishadi. Bu yoshartiradigan nuqta. Bu ilmiy taraflama isbotlangan. Qancha vaqt ketadi shu muolajaga menga? Taxminan 2 soat ketadi bitta muolajaga. 2-3 Yo'q, soat. qancha oy davom etadi oxirigacha? Yo'q, Shunaqa harakatga ega bo'lishimiz. Bu harakatga ega bo'lish uchun yo'q, o'zi bitta 5 kun kerak bo'ladi. Demak, men va'da beraveraymi, Shirchoyni keyingi sonida meni shunaqa harakatda kuting azizlar. Men aytyapman. Bo'lmasa men o'zim olib kelib ko'rsataman. Natija Birga bilan. kelamiz. Natijasi. Arziga keyin haftada Chunki men kelib hujjatiga turishim kerak. Agar shunaqa harakatda bo'lmasam, shifokorimizda ayb bo'ladi. Zokir aka, arziga kelib keladi, Zokir aka kelib keladi bunaqa qilib. Shunaqa holatga keladi. Zokir aka bilasizmi? Chaqqon bunaqa chaqqon, yoshargan, qorinlar yo'qolgan, yuzlar tortilgan, quvvatga ega bo'lgan bo'lib kelishlariga imkoniyat bor. Ya'ni nina bilan shunaqa darajaga olib kelsa bo'ladi. Umid qilsak bo'ladi. Zokir aka mana qarang. Bularchi Qatarga ham boradilar-da. Podshoni oilasiga borib, o'sha yerda muolajalar o'tkazadilar. Men qanaqa qilib ular bilan tanishib qoldingiz, qanaqa qilib borib qoldingiz? Mana tilla qayerdan kelgan? Bizlar o'zi qirollik oilasining doktori bo'lamiz, shifokori. Bilasizmi, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda odamlar kimika doridan charchagan. To'ppa-to'g'ri. Tabiiylikka intilishadi. Bu yerda may oyida bir delegatsiya keldi. O'sha yerda bir delegatsiya xodimi og'ir ahvolda mazasi bo'lmagan ekan, ularni bizga olib kelishdi. Keyin biz ularni igoterapiya orqali davolab, oyoqqa turg'izib, natija ko'rsatganimizdan keyin ularda ixlos paydo bo'lib, keyin taklif qilishdi. Ana undan keyin ularni sinovlardan o'tib, keyin mana hozirgi kunda qirollik oilasining shifokori bo'lamiz. Demak, qirollik oilasi sizga ishongan bo'lsa, men ham bemalol ishonsam bo'ladi. Ana. Endi Zokir aka, men ishonib, mana hozir ishonib efirni o'zida mana shu nechta ninani sanchib qo'ydilar. 20 taga yaqin dedingiz-a? Shunaqa. 20 taga yaqin nina menda turibdi-da. Endi ko'rsatuv oxirigacha turish kerak bu vaqt. Xohlang oxirigacha, xohlang hozir olamiz, lekin qancha uzoq tursa yaxshi. Agarda sizda misol xalaqit beradigan bo'lsa, olib qo'yishimiz mumkin. Endi oshxonaga yuzlanadigan Yo, oshxonaga mayli yuzlanam, Muzaffar, endi bu Anvarjonni biza ko'rsatuvda ishtirok etdi deb yozamizmi yo muolaja oldi deb yozamiz? Bu muolaja oldi deb. Muolaja oldi, to'g'rimi? Uchovimiz bordik bugun. oshqozonga, ichki faoliyatlariga hech qanaqa zarar yo'q. Yo'q, yo'q. Qaytanga hazm bo'lish yaxshi bo'ladi. Ilhom aka, eshitdingizmi? Oshingizni hazm bo'lishiga mana shu ignalar sababchi bo'lar ekan aka. Kenjaxon, Qarang. qarang. Sizga bir savol. Necha xil taom pishirishni bilasiz? Keling. Bu yoqqa. Mana qarang. Bu yerda osh bo'lyapti-da. Siz necha xil taom pishirishni bilasiz o'zi? Debasa faqat to'g'risini ayting. Hammasini aytaymi? Aldamasdan to'g'risini ayting. Xo'p. Necha xil? Bu yerda osh bo'lyapti, qarang, qo'y oshi bo'lyapti. Men to'g'risini aytaman, tuxum pishirishni ham bilmayman. Men sizni Instagramda ko'rdim, uyda osh qildingiz-ku. Yo'q, qanaqa bo'ldi unda? Uni aytib turishdi, tashqarida, kameradan tashqarida aytib turishdi. Bunday qiling deb turishdi. O'shani qilib tayyorladingiz-a? Shunday qilib. Mana qarang, birinchi marta yeydigan osh bo'pti lekin. O'shani aytyapman, osh tayyorlabsiz. O'zi qozonga birinchi bo'lib nima solinadi? Qozonga Nazar solinadi, bunday qilib. To'g'ri. Mana demak, oshpazligiga birinchi qadamingiz qutlug' bo'lsin. Qamchim baland ko'tarsam, shamolda hech kun otim, chang ko'tar bo'ron qilib, davranib uch kun otim. Qamchim baland ko'tarsam, shamolda hech kun otim, chang ko'tar bo'ron qilib, davranib uch kun otim. Saman otim bos, ayg'irsan o'zimga mas. Saman otim bos, ayg'irsan o'zimga mas. Sovrin bo'yin bizniki, uloqni bo'yningga os. Sovrin bo'yin bizniki, uloqni bo'yningga os. Kirdik mardu maydonga, ko'ksimizda or bilan, ko'pkari deb jon berdik, o'ynolmadik yor bilan. Kirdik mardu maydonga, ko'ksimizda
bos. Ayg'irsan o'zimga mos, saman otim bos, bos. Ayg'irsan o'zimga mos. Sovrin bo'yin bizniki, uloqni bo'yningga os. Sovrin bo'yin bizniki, uloqni bo'yningga os. Sovrin bo'yin bizniki, uloqni bo'yningga os. Aferin, aferin, aferin. Ofaring. Uzr, singlim, Sizlar uzr. bos, qamchi bos. Degacha. Nima bo'ldi? Aziz akam qo'limdagi, boshdagi, peshonadagi hamma yo'ladagi ninani otashadi. Men qarang. Dilshodbek, yuzimga yaxshilab qarang. Qon chiqqan joylar bormi? Yo'q, lekin qarang o'sha. Men sizga aytdim, sizni kessa qon chiqmaydi. Yo'q, liniyani qo'yganimning ta'siri mana shu yerdan bilindi. Siz meni joyimga o'tiryapsiz. Sizni joyingiz yo'q dedi lekin. Yo'q, men ana shu xolasanglar mana bu yerga yotib ham o'tirib Dilshodjon, siz ham igna olishingiz kerak menimcha, chunki qizimizni ritmiga oshpazimiz ham tusholmadi, siz ham tusholmadingiz. Keyin kelishingizda meni ogohlantiring, men Valijonni chaqirib qo'yaman. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, bizda Zokir aka, bizda taom tayyor bo'ldi. Taom tayyormi? Endi ana shu yerga boramiz. Yoqqa boramizmi? U yoqqa boramiz. Ahror aka, marhamat. Keling, Ahror aka. Dam suhbat, dam taommi endi? Dam taom. Dam qo'shiq. Qani marhamat. Men bir narsani aytib qo'ying. Haqiqatan mana shu ninalar, ignalar qo'yilgan nuqtalardan kichik qonchalar chiqdi-da joyidan. Bu chiqqani yaxshi ekan, shu peshonani eti-betidan chiqdi. Azakamdan so'radim, marhamat qilasiz. Chiqqani yaxshi, bu degani o'sha kichik tomchidan ham, zarrachadan ham bir ikkita kasallikni chiqib ketadi dedilar. Kayfiyatim a'lo. Raqsga ham tushamiz, palov ham Qani to'g'ri. ustoz, Shirgil qani senib bir shuramiz. tatib ko'ring. Keling. Bizda hammasi joyida. Mehmonlar Qani Ahror aka, oshga Kenjaxon, keling. shifokorimizga. Ko'rinishi, Azizaga. Xo'sh, eshitamiz. shirinlik, mazaligidan darak berib turibdi. Qani Kenjaxon olingchi. Ahror akam juda qo'li shirin oshpaz desam bo'ladi. Hamma taomni zo'r nima qiladi. Bosma deysizmi, bilmayman. Bu hozir o'z qildingizmi bunaqa? O'zlar ko'rmasin. Yo, kelin qilib beryaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizda shifokorlar aytishadiki, bunaqa oshni yiqilgan kasalga bunaqa osh bersang, turib yurib ketadigan osh bu. Ana. Ana. Yangi bitta qo'shib qo'yasiz. Avvalo shu so'zlarga qo'shib qo'yasiz. Tabobatda bir ilm bor. Dorini ovqat qilib emas, taomni dori qilib iste'mol qilsagina odam kasal bo'ladi. To'g'ri, yaxshi gap. O'shaning uchun shifoli taom bo'libdi. Rahmat. Bu Mana, quvvat osh- bo'libdi. Bor bu yerda. Bularga bekor aytdingiz bu gapni. Bu yurib ketishimga sabab osh ekan deb yuradi ekan. Emas, bunaqa gaplar menga qaratib gapirmang. Mana. Qizim senga gapiraman, kelim sen eshitib Ilhom aka nazarda. Olinglar, oshdan olinglar. Qizim, oling qani? Yo'q, Tayin nima? ko'ring. Oling yana bir qo'sh. Maza qildik. Bu faqat Ahror aka, ustozlar qo'lda yeydigan choyxonacha osh bo'pti. Shunaqa. Meni fikrim mana shunaqa. To'y oshi. Shunaqa To'y oshi, O'sha aytgan- choyxonalarga sizilib qoladi. Choyxonalarga mos. Uni Qo'lda osh hozir yeydigan. kamerada o'chgandan keyin uzuklarni yechib qo'yib qo'l bilan olaman. Siz qayerlisiz? O'zi unaqa buvaydadan. Men fursat kelganda aytib qo'ymoqchiman. Qani. Avvalo osh juda chiroyli, mazali, ko'rinishi ham butun dunyoga shunaqa ko'z qiladigan darajadagi chiroyli ko'rinishga va juda ham totli ta'mga ega bo'libdi. Rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Otangizga ham, onangizga ham, o'zizga ham rahmat. Rahmat. Eng asosiysi. Endi fursatdan foydalanib mana shu qizimiz haqida ikki og'iz fikr Meni bildirmoqchiman. aytyapti. Bu Qarish meni emas. bu qizimizni hozir Alloh bir yuqtirgan kasblar bo'ladi-da. Shunaqa. Masalan, Rahmat. menga sho'pirlik yuqtirilmagan, men mashina hayda olmayman. Meni sho'pir olib yuradi. Sizga yuqtirilibdi oshpazlikdan yuqtirilibdi. Shunaqa. Bizga san'at yo'li yuqtirilibdi, qo'shiq aytish, musiqa cholish. Masalan, doktor bo'lish ham hammaga ham emas. To'g'rimi? Yuqtirsagina bo'ladi. Yuqtirsa shunaqa bilan aytadiki, bo'ladigan bolani deydi, boshidan ma'lum deydi. O'sha chachrab turishi bor-ku. Sachrab turishi bor. Jo'shqin bo'libdi. Mana shu qizimizni Yulduz Usmonovani yoshligiga o'xshatdi. Usmonni yoshlik bo'lsa nima qilardingiz? 1985-yili konservatoriyaga o'qishga kelganimizda Yulduz opamiz bilan birinchi ko'rishganimizda Rahmat. maqom klassini yonida bir xonada pianino chalib o'tirgan ekanlar. Men ham bir eshik ochib kirib qolgan ekanman. "Ey, men qarang, to'xtang" dedilar.
ha desam eshitib ko'ring mana bu qo'shiqda dedilar. Qani deb endi u paytda biz Sherali Jo'rayevdan boshqa odam, boshqa san'atkorni qo'shig'ini eshitishni ham xohlamasdik. Sherali Singib Jo'rayevdan ketgan boshqa qo'shiqni eshitishni ham xohlamasdik, eshitmasdik ham. Eshitib ko'ring mana qo'shiqda dedilar. Qani deb ko'ngil degan narsa bir narsalar chaldi. Rost gap men tushunmadim endi. Aytdim, yaxshi dedim. Rostdanmi dedilar. Ha, yaxshi. Qayerdansiz? Marg'ilondanman dedilar. Sizchi? Ha, men Beshariqdanman. Men Patkursda o'qiyman deb Patkursga topshirmoqchiman. Shu yerda tanishganmiz. Mana orada mana keyingi davomida to'ylarda, xalq xizmatlarida qanaqa qilib xizmat qilayotganlarini bunday qarasam, oyoqlarini tagidan o't chaqnardi-da. Движениялар o'sha paytda ma'lum edi. Hozir ham bor o'sha Yulduz Usmonovani Yulduz Usmonova bo'lishi o'sha paytdagi oyoqdagi chaqnayotgan, o'zidan chaqnayotgan bir energiyani ko'rib qoyil ederdim o'sha paytda. Endi o'xshatmasdan uchratmas edi. Mana shu qizimizda birinchi o'sha движениясini o'zidayoq men Yulduz Usmonovani o'sha paytdagi 85-yillardagi, 86-yillardagi energiyasini ko'rdim. Opamizning umrlari uzoq bo'lsin. Yulduz opamizning umrlari uzoq bo'lsin. Bir kun bir narsa bo'lib ketadi-yu bu ham. Salomat bo'lsinlar. O'shalarni yo'llarini bersin. Ilohim, Faqat sizni o'sha qo'llab-quvvatlagan, sizni duo qilganlarni esingizdan chiqarib qo'ying. Inshaalloh ustoz, rahmat. U uchun yana bitta narsa bor, ustozni eslataman. Albatta. Voy ot haqida qo'shiq aytdingiz-ku, ana shu otday mehnat qilishingiz kerak. To'g'rimi aka? Shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh ustoz, rahmat. Yaxshi gaplar bo'ldi. Foydali gap bo'ldi. Rahmat. Efir vaqtimiz ham sekin-asta chopqillab poyoniga yetib boryapti. Bugun tashrif buyurgan mehmonlarimizga kattakon rahmat deymiz. Chiroyli niyatlar, tilaklar, istaklarini eshitish maqsadida Azizbek aka, Siz yoshingiz ulug'. Ahror aka, tomoshabinlar, yurtdoshlar bizga erta tongdan chiroyli niyatlar. Niyatimiz albatta har bir xonadonda xotirjamlik, tinchlik, omonlik va albatta salomatlik bo'lsin. Ilohim. Tinchlik, omonlikda fayz barakali yurtda, Alloh taoloning nazari tushgan yurtda xalqimizga biz xizmat qilishdan charchamaylik. Bizni ijodlarimizni eshitib muxlislarimiz salomat bo'lib charchamasin va albatta har bir kasb egalariga Alloh yor bo'lsin. Amin. Butun dunyo bizni yurtimizdan havas kelib yurishini, qolishini men tilayman. Ilohim. Rahmat kattakon, juda ham chiroyli tilaklar bildirdingiz. Faqat bu tilakka men ozroq qo'shimcha qilaman. Inson baxtli yashashi uchun ustozlarimiz bir narsani o'rgatishgan, shukr qilishni bilish kerak. Chunki biz shunday tinch yurtda yashaymiz, shunaqa xursandchilik yurtda, to'qchilik yurtda, o'shaning uchun har bir inson shukr qilsa, bu dunyoda shu kunda hamma baxtli bo'ladi. Afarin. Ikki og'iz mehmonimizdan. Ikki og'iz. Hammalang o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, tanijoning doim sog' bo'lsin. Baxtimizga omon bo'linglar. Mana shu kayfiyatdan men ham xayrlashar ekanman. Gapni qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Mana shu kayfiyatda xayrlashar ekanman. Azizlar, Shirchoyni kuzatishda davom eting. Milliydan uzoqlashmang. Qadrdonlarimizga, mehmonlarimizga chin dildan tashakkur bildirgan holda xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bizdan milliylikdan uzoqlashmanglar. Payshanbadan payshanbagacha deb qolamiz, yana diydorlashamiz. Marhamat. Bizdan yiroqlashmang. Dasturlar ichida eng yaxshi dastur bu Shirchoy. Biz sizlarga eng yaxshilarini ilib boraveramiz. Qanday chajon? Biz sizlar bilan faqatgina bir haftagacha xayrlashamiz. Har tong payshanbada Shirchoyda ko'rishguncha. Azizlar, butun ijodiy jamoamizga kattakon rahmat. Mehnatingizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz. Tomoshabinlar, siz esa ketkazgan vaqtingizga. Kechagi kun tarix, ertangi kun topishmoq, bugungi kun esa yaratgani sovg'asi. Sovg'a barchaga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, shu joyda ko'rishguncha. Bizdan salomlar bo'lsin.